Assalomu alaykum azizlarim, xayrli kun. Men hozir ishim bilan Malika bozoridagi kartinkaga yo'lim tushdi. Hozir keldim. Mana bu yerda 70% skidkalarni topdim. Smetana 20% ikkita dona bor ekan. Besti smetanalari ham bor ekan 70% skidkada. Bemalol kelib, yaqin bo'lganlar kelib olib olishga ulguringlar. 365 kunni qatig'i ham bor ekan. Qizlarjonlar 70% skidkalarni topolmayapmiz, bizga yetmayapti deganlar uchun mana bu kartinkaga o'zingizlar 3 ta 4 tasiga kirib aylanib ko'rsanglar albatta topasizlar. Bu ishingizni to'xtating, nima deydi, qarg'ishga qolyapsiz deyotganlar ham bor meniga chiqqanda. Shuning uchun bu qarg'ishmi ili savobmi, shuni ham bir yozib o'tib ketinglar. Men qilayotgan ishim qarg'ishga qoladigan ish qilyapmanmi, tillarim ham aylanmay qolyapti. Mana 70% deydi, 12 shunaqa narsalar ham bor ekan. Tofular bor, mana frantsuzskiy salatlar bor ekan. Mana blinchiklar simyatsin. Topsanglar bo'ladi qizlarjonlar, faqat ozgina harakat qilib aylanish kerak. Zinkani o'zini spesialni shunaqa yashikchalarni qilishgan ko'p joyda. Mana 70% dan 30% gacha skidkalar bor bu yerda. Mana shirinliklar 70% ekan. Mana bular ham 70%. Mana bular 6000 so'mdan ekan. Doshki 4 oydan keyin mumkin ekan. Har xillaridan bor ekan. 6000 so'mdan chiqyapti. Men shirinliklarni bilmadim lekin 70% ekan. Mana shu tovarlar hammasi skidkaga tushgan. Malika bozorining kartinkasi.